Manda o'xshitib shirini cho'p etib cho'nglarning oldiga kelgan maqtab turib yeb ketadi. Ta'mi o'zgacha ham bak yeyishlik. Mush oshxona ichayotgan oshxonamga yangilik taomlarni chiqarsam bo'ldi degan do'stlarimizmi mush xil taomni bir chiqarib beqinglar. O'zgacha ham yangilik taomlarning biri. Avval yangi qo'y go'shtini videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab tayyorlab olamiz. Boshqa sayko'ktatlarni mo videoda ko'rsatgan bo'yicha ushshaq to'g'rab olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shvilinglar. Har kuni mushunga o'xshash qulay yem yeyishlik bo'lgan taomlarni etishni o'rgatdim. Qo'llash ustining kasrayini g'aqsiz gullaringlarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'ininglarga rahmat. Qozon azroq may qo'yib, may qizgandan keyin go'shtni silib bekroq qo'riytimizda. Go'sht qo'rilib mushalat ketganda azroq tuz, azroq kavovjunini silib etamiz. Kavovjunini cho'qim silinglar. Mizlik puraq ham tam berdi. Undan keyin pandirni silib qo'raymiz. Undan keyin cho'ng ustamning qizilmish qiyamidan bir qo'shqa atrofi silib etamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bormish, sayning rangini yaxshi chiqaramayapman degan xonim qizlarimiz bir ishiltib sinab beqinglar. Sayning rangiga ta'mi kep ketmaydi. Undan keyin nuqut, yeshil burchaq, azroq qunaq silib bir ishkilashtirib atgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib olamiz. Endi buni bo'sh o'tda 10 minut dumlab pishirib olamiz. Mushunga o'xshash yangilik taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba. Bozorlik so'g'uq say darskimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran stüdyo numeri shu. Eng oxirida tuz ta'min tetib olgandan keyin qizillar, ko'klar, samsoqlarni silib bir ishkilashtirib olgandan keyin oldin pishirib olgan cho'pimizning ustiga qo'yib suyini sal jiqaraq qilib yesanglar ajoyib yeyishlik ta'm tilinglarda qoldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsiz mitib sinab beqing.